الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli kırındaşlar, ilgili derslerimizde sürünün 5'den tatip insan kuruluşu, mümin kuruluşu, cemiyet kuruluşu ve onun asası olan aile kuruluşu hakkındaki mezmunlarını ilgili sürüp ketip atkandık. Allah subhanahu ve taala cemiyet kuruluşununki, aile kuruluşununki en ağır düşmanı olan pasatçılık, yaman işler olan, yaman işlerge çıkıp kaliş, günah mahasiyetke çıkıp kaliş ve bunun şekiller hakkında sözler ketip etip en rezil işlerini kılgan insanların mı Allah'a tövbe kılsa Allah olanı keçirdiğallıqı. Her daim tövbe işkinin uçuk işkellikini bayan kılgan. Nimişqa? Çünkü Allah eğer tövbe işkini uçuk koymasaydı insanlar bir bütün yamanlıqqa başçılap kirip ketken boladı. Nimişqa? İnsan bir hatalık ötközgenden keyin özünün meselesinin emni tügügenlikini, bundan keyin çekiniş yolunun yo'qligini, özünün halakatga tushib bo'lganligini kallasida jazm qilsa yoki shunda bir tuyg'u kelsa, ikkinchi qatim hech qanday bir tortinish, hayiqish bo'lmasdan xatolikqa uzluksiz davom qiladi. Ammo tövbe ishkining uchuqligini, o'zining har doim tövbe qilsa Allohning kechiradiganligini inson bilganida o'zining ojizligi tufaylidan chiqib ketgan xatoliklardan chekinadiganligi, Allohga tövbe qiladiganligi va Allohning bu tövbeni qabul qiladiganligi oyatda bayon qilingan. Ilgirki oyatda tövbe masalasi o'tir qo'yilgan. Endi bugungi oyatda yana sura Niso'ningki 17-oyatida Alloh subhanahu va taolo tövbening qanday kishilardan qabul qilinadiganligi va tövbening shakli bir qism kishilar suiiste'mol qilgandek tövbe günahını qilib ondan keyin inson tövbe qildim davoladigan ishmi emasmi bu nuqtaga izohat berib 17 va bundan keyingi 18-oyatda davatudu astauzu billah إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Avval qisqacha bir tarjima qilib o'tay qarindoshlar. Faqat Alloh ishkini echib tavba, Alloh qabul qiladigan tavba kimga bo'ladi desa, yomon ishni bilmasdan qilib salgan. Bilmasdan buni sal turib izohlaymiz buni. Ondan keyin darhol tövbe qilib keyiniga chekingan ma kishilarga bo'ladi. Ana shu kishilarga Alloh tövbe bir tövbesini qabul qiladi. Allah ishlarni eng inchki tafsilotlargacha bilguchi va hikmat bilan ish qilg'uchi. Hamda Qur'oni Karimningki bir inchki ifodalardan birisi diqqatimizni tortadigan. Innamat tawbatu alalloh. Allah qabul qiladigan tövbe. Allah qabul qiladi. Yani Allah xuddi ustiga olgandek bir ifoda var. Yani cho'qim qabul qiladi degandek bir ifoda var. Yani bu yerdagi bu ifoda Allah ustiga oldi degan ifoda bizni ozroq o'ylantiradi. Yani tövbe Allah ustiga olgan ish bo'lg'achqa insonning buningda suiiste'mol qilib ehtimoli yo'q. Yani günah ma'siyatdan xoligan chiqilib hayotining dastlabki davrlarida, yosh vaqtlarida kallasga kelganini qilib, yeb, ichib, o'ynab, haloldan, haromdan, undan keyin oxirgi kelgan vaqtda men tavba qildim. Insonning bundan turisi yo'q. Allohning dal tavbani ustiga olganlik, ya'ni qabul qilish ishkini keng echayotganlik ifodalardan birisi insonning hayotidagi o'limni mubaham qo'yganlik, mujmal qo'yganlik. Allohning bu bir hikmati. Oyatning oxirisida va kanallohu aliman hakima deydi ya, Alloh har ishni hikmat bilan qilguvchi deb. Ya'ni o'lim bizga mubaham bo'lgan ekan. Bir minutdan keyin o'limanmi, bir kundan keyin o'limanmi, uyda o'limanmi, safarda o'limanmi, yo'lda o'limanmi, menga nisbatan noma'lum bo'lg'achqa har doim o'limni
kütüş bir xavfi var mening kallamda. Bir ölüm xavfi var. Anda olgandan keyin men agar haqiqiy xatolikqa, ojizlik tufaylidan tushib ketgan va tövbe qilish niyatim ba odam bo'lib qolsam, har zaman tövbega darhol qadam elish kerak bo'lgan bir inson bo'laman. Allohning bu bir nimasi hikmati yana bu. Hikmati. Chunki o'limning vaqti aniq emas. Mening qanchalik umrim qolganligini o'zim uqmayman. Minutdan keyin, bir kundan keyin deganimdek boya. Qachon o'lishim aniq emas. Agar men samimiy tavba qilg'uchi olmay, masalani suiiste'mol qilg'uchi bo'lsam, ya'ni gunohni qilib olib tavba qilama deydigan birisi bo'lib qolsam, balkim gunoh ustida o'lim ma'nkab qilish mumkin. Tavbaga fursat bo'lmasligi mumkin. Qo'shq oyatdiki, innamat tawbatu alalloh ifodasi bizni shuningga eskartudiki, Allohni aldayman dema. Tavba ishki uchuq bu ifodani, bu fikrni sen suiiste'mol qilaman dema. Bu ifoda bir diqqat qilish tegishli ifoda. Chunki bu yerdagi bandining tavba qilish masalasi Alloh ustiga olgan ish. Allohni hech kim qana qilolmaydi, olmaydi, bu bir masala. Ikkinchidan, qanday kishilarga tavbasini qabul qiladi desa, xatolikni bilmay qilib solgan. Mishadagi bilmay qilib solgan ifodasi nima desa, insonning kallasida asli xatolik qilishga pila yo'q. Xatolikning hajmining doirasini tam bilib bo'lolmaydi. Xatolikning gunoh va uningki jazolari kallasga kep bulanmaqlıq manda bir şekil var. Yani Peygamber Aleyhisselam bunu hadiste qana qildi, buna tasvirlaydi. La yazni zani hina yazni ve huwa mu'min. La yasriqu as-sariq hina yasriq ve huwa mu'min. Ve la yashrabu al-khamr hina yashrabu ve huwa mu'min. Kişi zina qilgan vaqtda mu'min peti turib zina qilmaydi. O'g'irlik qilgan vaqtda mu'min peti turib o'g'irlik qilmaydi. Haroq ichgan vaqtda mu'min peti turib haroq ichmaydi. Ya'ni agar insonning iymoni butun bo'lsa, masalalarni tam tushunsa, uning jinoyat ekanligini bilsa va uning jinoyatning jazosining qanday ekanligini bilsa, u hargizmi zinoga qadam olmaydi. Nimaga qadam olmaydi? O'g'irlikqa qadam olmaydi va haroq, chunki zino qilsa o'ziningki ya qamchilanganligi yoki bo'lmasa rajm qilinganligini biladi. O'g'irlik qilsa qo'lining kesilganligini biladi. Buni ma'u bilish. Bilgan holatda qilgan odamning jinoyati bilan bilmagan holatda qilgan odamning jinoyati o'xshamaydi. Masalan, bu masalani oyatdagi xatolikni bilmay qilib solgan insonlik kishiga bo'ladi degandagi bilmay qilib solganni taxmi aniqroq tushundirish uchun bir misol olay. Masalan, ikki odamni misol olay. Birisi bir shaharga o'quvchi yoki savdo qilmoqchi ikkilisi hisobda. Ya ikkisini savdoga deb turaylik yoki o'quvchi deb turaylik. Tamam, o'quvchi deb turaylik. Bir markaziy cho'ng shahardan biriga o'quvchi olmoqchi. Bir o'quvchining kallasida faqat o'qish bor. Uning butun tayyorliqqa o'qish uchun yo'l bo'yi o'ylaydig'ini ham o'qish, boshqa ish qilib kelmaydi. Ammo u shaharga borgandan keyin uning bundan qiziqtirishi yoki bir ojizlikka bir xatolikka chiqib qoldi, bir gunoh ma'siyatga chiqib qoldi. Bu dal bilmay xatolik qilib solgan odam qatoriga kiradi. Yana birisi shu shaharga o'quvga boraman degan qaror chiqqan kundan tortib, uning kallasida o'sha shaharga borgandan keyin qiladigan eski ishlarning tizimligi turg'iziladi. Uni o'ylaydi, surishti qiladi, nada nima ish bor. Va shu xildagi kishilar bilan aloqalashadi. Ya'ni buning oldin ola tayyorligi bor. Xatolikqa nisbatan. O'zining qilgan xatoligi bilan faxrlanadi boshqalarning oldida. Faxrlanadi. Bu ikkisining o'tirib farq bor. Birinchisi, kallasida asla jinoyat qilish xiyoli yo'q, xatolikni o'tkazish xiyoli yo'q. Tam kallasida aslidagi o'qishga tijorat nishoni bor, ammo shuna xatolikka tushib ketdi, ig'ir pushmon qildi, o'zini barmoqlarini tishildi. Bunda bir nadomat uning tigidan, qalbidan ifodalandi. Mana tavba bu kishida.
bu kishiga. Ama ikkinchi odamchi bu ishininki bütün dairelerini biladi. Aldıkeyni biladi. Ötküzgen cinayetinin hecmini biladi. Ötküzmekçi olgan aldın ala. Tayyorlik va cinayet ötkesi qanda jazolanib birildiganligini biladi. Ötküzüp atқан vaqt onun hech qanday bir siqilish yo'q. Ötküzüp bo'lgandan keyin faxrlanish va uni qildik, buni qildik deb hech qachon buning qalbidan, vujudidan bir xil nadomat ifodalanmaydi. Bu kishining tövbesi bu oyatga asosan qanday qilinmaydi? Qabul qilinmaydi qarindoshlar. Allah subhanahu va taolo ma şekilde bizga tövbe meselesini qanday qilyotdi? Bayon qilyotdi. Allohning bu marhamati bu. Deb o'tganimizdek agar Alloh mushtobini yo'l qo'ymasdi, dunyo yomonlikqa tushadi. Nimishqa? Chunki kishi xatolashdi, endi o'zini tugashlab qaradi, keyniga chekinish yo'lining chiqishining yo'qligini bildi, bundan davom qiladi. Bu shaklda uzluksiz fitna fasod, yomonlik, ma'siyat yamraydi, chunki hech kim keyniga qaytmaydi. Ammo tavbani yo'l qo'ydi, bayatdan tasvirlaganimizdek xatolikqa tushib ketganlar darhol keyniga chekindi. Ve Allah'ın keçirim kılışıyla günah qilmagandek holatga keldi. Çünkü tövbe qilgan odam günah o'tkazmagan odamga o'xshash bo'ladi hadisning mazmuni bo'yicha Alloh qabul qilib qolsa, shuning bilan yomonlikning ishiklari bir-birlab aytiladi tövbe bilan. Allohning bu qonuni, bu tövbe ishikini ichib berganligi bandlariga qilgan ajoyib rahmatlaridan birisi. Yani muhimi tövbe meselesinde şu hatalık ötküzgen adamның bilmestin, aldın ala hazırlanmastin, tayyorlik qilmastin hatalık çıkıp qilishi. Bu bir nokta. Ondan keyin ikkinchi bu adamga qo'yilgan talab darhol tövbe qiladi bir ifodasi bor. Oyatning o'zida "Tumma yatubuna min qarib" yaqindan tövbe qiladi, yani darhol tövbe qiladi dedi. Darhol tövbe degan nima bo'lsa payg'ambar alayhisolatu vasallam darhol tövbeni tasvirlab nima deydi? İnnallaha yaqbal tavbatal abd ma lam yughargir. Allah bendening tövbesini şu can halqumga kamiga muddatda qabul qiladi dedi. Tövbe qilishning shakli bu. Ammo bütün ishlar qo'ldan ketib, sakratga tushib, o'lgulayotgan vaqtda, amalsiz vaqtda, endi dunyodan ketadiganligi ko'ziga ko'rinib qolgan vaqtda o vaqtda qabul qilmaydi. Chunki biz deb o'tganimizdek tövbe bir adamның cinayetinin yürüyüşünem emas. Belki ictimai cemiyetinin ıslahının çoğun bir vasıtlarından birisi. Kişi ölgülü atқан vaqtida, can halqımı kelgan vaqt etgan tövbesinin cemiyetke ne faydası olsun? Çünkü o tövbeden keyin hech bir yaxshi ish qilolmaydi jamiyatga. Bir odam ig'ir xatolashdi, hammasi biladi jamiyatdagilar. Qilmagan eskilik qilmadi. Ammo u odam tövbe qilib, keyniga qaytgandan keyin, yaxshi bo'lgandan keyin, isloh bo'lib ketgandan keyin uning mutlaqo jamiyatga burun qilgan yomonliklarining talofisi sifatida, to'liqlamasi sifatida bir sunadigan yaxshiliklar bo'ldi. Mutlaqo bo'ladi bu odamninki. İnsanlar bu odamni e'tirof qiladi. Bu odam bunda eski odamdi, bugun yaxshilandi. Munda yamanlıqını qilganda bugun munda yaxshilikni qilyotdi. Mana o'lgulik o'tgan vaqtda, jon halqumga kelgan vaqtda manda ishlar hech qaysi bo'lmaydi. Ya'ni u odamning tavba qilganining hech ahamiyati bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo bilan iblisning o'tirdi bo'lgan bir dialog bor. Qur'on buni bizga hikoya qiladi. Shu vaqtida Alloh subhanahu va taolo manda tasvirlaydi va iblis deydi o'sha yerda Robbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard va la ughwiyannahum ajma'in. Men ularning hammini ozdirma dedi insonning. İlla ki senin ixlosman bandalaringni ozdirmayman deydi. İxlosman bandalaringni, ya'ni bu yerda iblisning qilishga kelgan xiyol shu. Allah'ın ixlosman bandalaridan boshqa hammani jinoyat ma'siyatga tushirib, hammani vayron qilib deydi iblis. Ammo Alloh nima deydi? Alloh subhanahu va taolo iblisning u xiyoli, u o'yini yo'qqa chiqardi. Qana qildi? Bugungi oyatda va boshqa oyatlarda va hadislarda bayon qilingandek bandalariga, xatolashgan bandalariga keng yo'lni ochibdi tavbaga. Hattoki jon chiqquncha. Qaranglar, iblis ixlosman bandalaringning hammani ozdirman dedi ya. Tamam, azdusan azdu. Men ularga tövbeni ichpirman deb aytdi Alloh subhanahu va taolo. Madem jeni chiqib ketmagan muddatgacha. İnsan aş en ahirgi sakratga boradigan, ya'ni o'zining ishiga o'zi ega, jamiyatga ta'sir qiladigan bir muddatcha
insonning tövbe ishga uchuq. Mana bu shaytonning shu vaqtdagi o'y xiyolininki ig'ir darajada zarbiga qana qilishi, uchirishi. Deganimizdek sakrat o'chib bo'lgandan keyin, jon halqum kelib bo'lgandan keyin uning tövbe qilgandan keyin hech bir nimasi yo'q, ahamiyati yo'q. Endi mushu oyatdan bizga keladigan bir savol bor. Oyatga qaytadan qarab chiqsak, qarindoshlar, fa ulaika yatubullohu alayhim. Başını okusak, innamet tevbetu alallahi lillezine ya'maluna su'a bijahala thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullohu alayhim. Başqa oyatlarga qarab bakayız. Sura Tövbe'ninki, tövbe hakkında maxsus bir sura var. Tövbe'nin ismi qo'yilgan. 118. oyatda thumma taba alayhim liyatubu. Ularga tövbe qilish uchun tövbe ishkini ichib berdi deb. Mishaga vaqtda kalımızga bir savollar kirdi. Allah avval tövbeni qabul qilib, ondan keyin banda tövbe qilamdi yoki avval banda tövbe qilsa, Allah uni qabul qilib bandani kechirib qolamdi deydigan bir savol kirdi. Biz sura Tövbe'nin 118. oyatdagi bayatdanki "Summa taba alayhim liyatubu" degan oyat. Bugungi sura Niso'ninki 17. oyatidagi "Innamat tawbatu alallahi lillezine ya'maluna su'a bijahala thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullohu alayhim." Alloh ularga tövbe degan bu oyat. Bularning hammani birlashtirgan vaqtimizda mındak yakınga kelamiz. Bende tövbeni üzi xalq ortaga chiqib, men tövbe qildim, qabul qil deydigan asla huquq olmaydi. Bununga asosan 3 nokta namoyon bo'ladi. Birinchisi, Allah avval tövbeni yo'l qo'yadi. Hech kimninki Allah tövbeni yo'l qo'ymasda tövbening ishkini echish va Allohga uni tanlab, sening menga tövbe ishkini echishing kerak. Men tövbe qilsam qabul qilishing kerak deydigan huquq olmaydi. Bu bir. Yani birinci nokta Allah tövbeni ishkini ochdi. Tövbe qilsang bo'ladi deydigan prinsipdan birini yo'lga qo'yadi. Mana birinci nokta. İkinci nokta bende tövbe qiladi. Üçüncü nokta Allah tövbeni qana qiladi, qabul qiladi. Yani birinci nokta tabi alayhim, Allah tövbe ishkini ochdi. İnnemet tövbetu alallah tabi alayhim. Bu Allah ishkini tövbe ishkini ochdi degan ma'no. Thumma yatubuna min qarib. Ular darhol tövbe qiladi. Yoki bayatdan qisul tövbedeki liyatubu. Bu bendining tövbe qilishi amali. Ondan keyin üçüncü nokta qabilit tövb. Tövbeni qana qabul qilish. Mush 3 nokta bilan, 3 bosqich bilan tövbe masalasi tushunilsa bo'ladi. Allah aldı bilan tövbening ishkini echib, tövbe prinsipini yo'lga qo'yadi. Ondan keyin banda mushuni hayotiga tatbiqlab, amaliy rostchilik bilan tövbe qiladi. Ondan keyin eng oxirida Allah onu qabul qiladi. Açdı, tövbe qildi va qabul qildi. Mush shaklda bo'ladi. Ondan keyin qarindoshlar oyatda bir ifoda bor. Alohida o'ylanishib tegishlik. Innamat tawbatu alallah. Tövbe Allah'ın üstiga. Ondan keyin oyatning oxirisida Allah subhanahu va taolo ilgirki oyatda nimda innalloha kana tawwab deb sifatlanadi. Biz ilgirki oyatda tawwabni bek ko'p tövbeni qabul qilg'ish dedik ya. Mushada tövbe Allah'ның üstiga ifodasi xuddi Allah har qanday tövbeni qabul qiladigan-dek bir ifoda. Buni bir misol bilan tushundirsam, valillahil masalul a'la. Masalan bir kambag'aldan birisi bor. Kambag'alning qarzi bor. Kambag'al bu qarzini o'zining qarz egisiga qarata boy qachon ado qila oladigan fulusi va birisiga havola qilib udlab qo'ydi. Mening qarzimni palanaxon biribdi. Shuningda qarz egisi qarzning kambag'al odamning ustida tug'undan boy odamning ustida tug'undan bekroq xo'shiladi. Nimishqa odam birish ehtimoli yo'qroq.
Ma kambag'al topamizni bermaydi endi. Yana bir kishi banasini beraleydi, banasini. Üstüge yüklengen narsa şu adamın kulda olsun beraleydi. Bu insan oturustiki bir misal bunu düşünüşün alıvatma. Ayette tevbe Allah'ın üstüge degenden keyin Allah tövbenin üzüge havola qildi. Yani tövbe meselesi halis kimga ait mesele? Allah'a ait mesele. Allah'ın bütün kamaliyeti, Allah'ın cemaliyeti mesela. Bütün muşu noktalar, muşu esma sıfatlar bilen Allah üstüge oldu. Bendinin hiç alakası yok tövbege. Bendinin hiç gücü yetmeydi. Kim olsun gücü yetmeydi tövbege. Ma noktadan biz acayip hatırcam bolsak oldu ki, hatırcam bolsak buludu ki, eğer hakiki sağlam tövbe kılsak, tövbe yürürkümüzden çıksa, mutlaka tövbemiz kabul kılındı. Bunu hatırcam. Çünkü tövbe kimnin üstüde? Tuluq kamali kudret sahibi olgan, bütün günahlarını keçireleydigan, bütün bendilerini epu kılalaydigan bir zatның üstüde. Hiç kimnin üstüde mesela etrafdaki insanlardan, mahluklardan. Şun başka biz hatırcam olsak oldu. Fakat mesele nerede kap kaldı? Bizden kalbimizde kap kaldı. Kalbimizdeki samimiyette kap kaldı. Tövbege tutkan pozisyemizde kap kaldı. Onun neticesinde asla ensreş, hacetsiz bu innemet tövbetu alallah degan mazmun üstüden qanday qilindi? Ilindigan mazmun. Anlakin Maşta bir ifadeler bilen ayet nayet güzel bir şekilde devam kılatıdı. Birisi tövbeni Allah üstü geldi. Kılçı şübhen olmasın. Anlakin sana düşüdüğün ne mi? Thumma yatubuna an qarib min qarib mesela. Derhal qana qilish, tövbe qilish. Anlakin neticenin buludu. Fa ulaike yatubullahu alayhim. Allah bu kişilerge qana qildi, tövbe yurdu. Şu nokta bizni nayet hatırjam kıldığın nokta. Ahirisi da ve kânallâhu alîmen hakîme. Allah her işini bilgüçi ve hikmet bilen iş kılgıcı. Muşu bilgüçi, hikmet bilen iş kılgıcı degen muşu ifadelikege vaqtda kallımızını biraz yugurtuş doğru kılıdı. İnsanlar bir kanun çıkağını da köz aldığı takalgan bir meselege qarab çıkırdı. Yani bugünkü bir alayda ahvalga qarab çıkırdı. Kanun çıkağandan keyin ya belki neçe yıldan keyin yoki köz aldığı taqalgan meselelerden başka şaraitdeki meselelerde bu çıkağan kanunu mahkemeye qaladigan ahvollar oldu. Yani selbi ta'sir olurdu ki derhal kelaqatim yoki atsi ya ögünüse ya ondan keyingi vaqtlarda buni qana qiladi o'zgartirdi. Bunun o'zi nima? İnsanning meselelerini to'liq bilmaganligi. Meselelerge hikmet bilen, akıl, idrak bilen qanaqlanmaganlıqı, muvaffaqlik qilinmaganlık. Belki bu qalaymoqanchilik kanun chiqarish gruppisi deyli, bir gruppi chiqarsin yoki kanun chiqaruvchi shaxs deyli. Buningki o'zi kanun chiqarmoqchi bo'lgan kishining sharoitninki, vaziyatninki o'tmishi, hoziri va kelgusiga nisbatan to'liq ma'lumot sahibi bo'lmaganligi. Meselelerni to'liq qanaqlanmaganligi, bilinmaganligining nimasi ifodasi. Faqat uning qonun chiqargan qonuni yuz bergan bir masala. Ko'z oldiga taqalgan bir sharoit, vaziyatga qarab turib chiqarganlik bo'ladi. Mushu nuqtadan Alloh subhanahu va taoloninki ma'lum bir qonunni chiqarib, ma'lum bir ahkomni chiqarib bo'lib, oxirisidan aliman hakima deganligining o'zi Alloh subhanahu va taolo masalalarning hammani to'liq biladi va har masalaga hikmat bilan muomala qiladi. Meselenin çatak çıkmaydı degan gap. Çünkü insan özünün yaşaş hayatında 3 xil g'ayibga duch keladi. Birisi o'tmishdagi meseleler. O'tmishdagi meselelerni o'qimaymiz biz. Gerçi bazı xabarlar bilan o ma'lum ma'lumotlar yetib kelsa-mu, amaliy aniq masala yo'q. Ma'lumot yo'q. Bugunning meselesini men ko'z oldimdagi, atrofimdagi masalani tushunishim mumkin, ama mendan yiroq. Yeni bir vaziyatdagi, yeni bir sharoitdagi, yeni bir muhitdagi insonning vaziyatini bilmaymiz. Bugungi kunda yashayotimiz bu qadar taraqqiy qilgan, shular taraqqiy qilgan bir jamiyatda, ama yeni bir muhit qo'yib ko'p baqsaq, yeni bir davlatga olsak, biz burun his qilmagan, xabarda anglamagan nurg'un narsalarni his qilamiz. Bu insonning kamchilligi va kelgusidan tabiiy xabar bermaslik bu aniq masala. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo uch tarafga alohida muomala qiladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga Peygamber Aleyhisselam'a bazı ahvallarda
o'tmishni bilmaydiganligini eskartib xitob qilganlar bor. Surah Qasasning 44-oyatda va ma kunta bijanibil g'arbiy iz qadayna ila Musa al-amra. Musa alayhisolamning vaqaligi haqida Rasululloh askatsa o'z vaqti yo'qding deydi masalan. Musa alayhisolamga Alloh butun payg'ambarlik vazifasini topshirgan vaqt sen yo'qding deb eskartib o'tdi. Ondan keyin Maryam alayhisolamga kipil bo'lish uchun nima chak tashlayotgan vaqtlarni tasvirlab va ma kunta ladayhim iz yulqun aqlamahum degaydi Rasulullohni sen yo'qding o vaqtda. Sen yo'qding o bir o'tmishning g'aybi biz sana vahiy qildik uni degan shaklda qanday qilyotdi, xitob qilyotdi. Ondan keyin bugun masalasini desak, bugun men dedim ya, makonning o'zgarishi bilan vaziyat, sharoitning o'zgarishi bilan biz bugun yuz berayotgan masalalarni hammani bilib bo'lmaymiz. Atrofimizdagi bizga munosabatni bilishimiz mumkin. Hatto oldimizda odamning ichki dunyosi nima buni bilib bo'lmaymiz. Qur'onda Rasulullohga Alloh subhanahu va taolo mush shaklda qana qiladi, xitob qilib, va yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibunallohu bima naqul. Yaquluna fi anfusihim insonlarning qalbidagini dish masalasini o'rtaga qo'yib masalan. Ya'ni inson o'zi yashayotgan vaziyatdagi qarshi tarafdagi bir insonning qalbini o'qimaydi masalan. Bu navbatdagi hozirga qarata bilmaydigan tarafimiz, bu bir g'ayb. Kelgusiga nisbatan sayuhzamul jam'u va yuvalluna dubur. Makkadagi vaqtda musulmonlar o'zining jinni saqlayolmay qolgan, o'zini qo'g'dayolmagan vaqtda kelgusida ma insonlar, ma to'p sizga qarshi turayotgan to'p mag'lub bo'lib qochdi. Umar radhiyallohu anhu bu so'zni qattiq hayajonlanadi. Nima deydi? Kim o? Kimga xos to'p bu? O'ylanglar. Bu haliqi kelgusini xabar berishadi ma Qur'oni Karimninki. Undan boshqa Velid ibn Mughira haqida sanasimuhu alal xurtum degan Velid ibn Mughiraning burniga qilich bilan chopimiz, qilich bilan chepishning ta'sirida bir belgi qo'ymiz deganga bu Badrda bo'lgan ahvol. Masalan, buning oldidan qanday qilindi? Xabar berildi. Ya'ni biz inson bo'lish sifatimiz bilan hatto Qur'onning Rasululloh qilgan xitobida biz o'tmishni tam bilmaymiz. Hozirimizni tam bilinmaymiz ve kelgusimizni tabii texmo qana qilmaymiz, bilinmaymiz. Ama Allah subhanahu va taolo oyatning oxirida deyilgandek nima alim. Allah oyatning oxirida degandek hakim. Yani Allah subhanahu va taolo bir ahkomni, bir hukmni, bir qonun yo'lga qo'yishda o'tmishni biladi, hozirni biladi ve kelgusini biladi. Ve qaysi hukmninki en aşağı münasip, en maskıldıqallıqını obdan bilgici. Bu hikmet Allah subhanahu wa ta'ala. Ve şununla yarışa ahkamlarını bizge qanaq yol qo'yib berdi. Muşunun bilan biz şu ahkamlarga amal qilish orqali Allah subhanahu wa ta'ala xohlagan bir şekildeki cemiyet barpo qilamiz, cemiyetde yaşayalıyız, baxt saadet yaşayamiz degan gap. Qanday turmush tövbe meselesimi? Herkesmi bir adamning o'tkazgan jinoyatidan keyin o adamga tövbening echilib berilganligi. Haqiqatan dildan tövbe qilsa bu odam gunoh o'tkazmaganga o'xshash muomala qilinishi xuddi jinoyatchini yo'gigandek, jinoyatchini himoya qilgandek bir xil tuyg'u qalbimizga kelib qolmaydi. Amaliyotda bu jinoyatchini yo'gash emas, jamiyatni yo'gash. Jinoyatchini himoya qilish emas, jamiyatni himoya qilish. Jinoyatchini qo'g'dash emas, jamiyatni qo'g'dash. Bir odam o'g'irlik qildi. Agar tövbe yo'l qo'yilmasa, o odam ikkinchi, uchinchi qadam qilaveradi. O'g'irlaydigan narsa jamiyatning mollari. Bir odam zina qiladi, iffat numusiga tegadi. İzzet obro'yiga chaqiladi boshqalarninki. O odam agar tövbe qilsa, ikkinchi, uchinchi qadam, to'rtinchi qadam o ishlar shug'ullanmaydi. Qo'g'diriladigan jamiyatning izzat sharifi nomusi bo'ladi. Va mushunday boshqa masalalarmi shu. Har jinoyat to'xtatilsa jamiyatga foyda. Uzluksiz davomlashtirilsa jamiyatga ziyon. Shu bu yerdagi masala jinoyatchining masalasi emas, balki kimning masalasi? Jamiyatning masalasi. Jinoyatchini himoya qilish emas, balki jamiyatni qanday qilish, himoya qilishdir qarindoshlar. Alloh subhanahu va taoloning tövbedagi hikmati bu. Endi keyingi oyatda 18-oyatda 17-oyatda bayon qilingan tövbening buluşluq tarafining aksi bo'lgan buluşsiz tarafini bayon qilyapti. 17-oyatda kimlar tövbe qiladi? Kimlarning tövbesini Alloh qabul qiladi degan haqida to'xtaldik ya. 18-oyatda va laysat at-tawbatu lillazina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut
Qala inni tubtul ana velellezine yamutuna ve hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Avval qisqa bir tarjima qilay. Tövbe qandaqdır? Yaman ishlarning hammini qiladigan. Oxirida ölüm hazır olgan vaqtda endi tövbe qildim deydigan bu kishilar yo'q. Va kuffar pet hayotining oxirigacha kofir pet o'ladigan ma kishilarga yo'q. Bularga biz dertlik azobni hozirladik deb Alloh subhanahu va taolo tövbe berilmaydigan kishilarni qanday qildi bayon qilyapti. Oyatga qarag'animizda qarindoshlar, tövbesi qabul qilinadigan kishilardan oyatdagi bayon qilingan tövbesi qabul qilinmaydigan kishilarning o'rtasida inchki bir farq bor. İlgirki oyatni takror ochay. Tövbesi qabul qilingan kishilarning ifodasida innamat tawbatu alallahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin. Yamanlıqni bilmay qilgan. İfodada yamanlık ifodasi bor. Bir yamanlık, yekki ifoda qo'llanilgan. Tövbesi qabul qilingan kishilar o. Mayette ya'maluna sayyiat. Yamanlıqlarni qiladigan. Endi mush ishki ifodadan biz bir mulohiza qilib baqaylik. Yamanlık qiladigan degan mulohizada men bayatni misol olib tushundigunimdek, ya'ni yamanlıkqa qarata, jinoyatga qarata hech tayyorlik yo'q. Hech tayyorlik yo'q. Oldin plani yo'q. Faqat insonlik ojizlik nuqtasidan tushib ketgan. Bir yamanlık bor. Yakki yamanlık. Masalan, ba'zi insonlarni ko'ramiz biz. Hayotida bir xatolashdi. Yaxshi odam. Yaxshi ishlarni qilayotgan odam. Nurg'unligan, ammo bir tarafda xatolashdi. Bu odam o qadar nadomat qiladi-ki bu xatolashganligiga, o qadar pushmon qiladi-ki, mushuni o'rnini to'liqlash uchun Allohning oldidagi bu o'tkazgan xatoliqiningki talofisi sifatida nurg'un yaxshilarni qildi. Bu odamning faqat bir nuqtada ojizligi tufayli insonda bir ojizlik bo'ladi ya, inson hamma jihatdan mukammal bo'lmaydi ya. Ba'zilarninki pul oldida ojizlik bor. Shu jihatda xatolashdi bir inson. Ba'zilarninki ayollar oldida xatolik bor, ojizlik bor. Bu jihatda xatolashdi bu inson. Ba'zilarning yana bir nuqtada bir ojizlik bo'ladi insonning. Shu nuqtada xatolashdi. Bu xatolikning pushaymoni bu odamning amaliy harakatida ifodalandi. Ve bunun o'rnini to'liqlash uchun boshqa jihatlardan nayt qo'lidan kelishicha yaxshi ishlarni qildi. Endi bu yerda xatolashgan taraf bir taraf. Wa ya'maluna yaman ish xatolik qildi desa, bir xatolik ifodasida yakki qo'lni, ammo mayat tushunimda desa, sayyiat xatoliklar. Yani bu insonning ko'nglida yamanlikqa nisbatan oldin ola tayyorlik va hozirlik va plan bor deyilganida, inson her qadamini xato qiladi. Tarafdan xatolashidir. O bir tarafdagi ojizlik emas o. Yoki ojizlik tufayli emas, balki har tarafda. Uning ojizligi hamma tarafda. Iqtisodiy jihatdan xatolashidir, harom yeydi, ayollarni xatolashidir, yana bir narsa xatolashidir, Buning xatoligi har tarafda. Kishilarning tövbesi qabul qilinmaydi deyapti. Kishilarning tövbesi qana qilinmaydi, qabul qilinmaydi deyapti. Degandek, tekrar o'yinish to'g'ri qildi. Balki men bu darsda kallamda bu haqda kelgan mulohizalarning hammasini sizlarga qilaman. Faqat misol sifatida ba'zi bir misollarini da'vatman. Ammo darsdan keyin agar sizlar texmo o'ylansang, tafakkur qilsanglar, haqiqatan o'zi o'ylamas ketgan xatolikninki ergashmasi olmaydi. Xatolikning oldikayni bir tuqqan xatoliklar olmaydi. Balki shu xatolikning o'zi u odamning hayotining oxirigacha bir xil nadomatda yashashga yetarlik sabab bo'ladi. Va boshqa ishlarda u odam o'sha xatolikning o'rnini to'liqlash uchun alohida tirishchilik ko'rsatadi. Qo'lidan kelishicha, agar iqtisodli odam bo'lib qolsa, yaxshi yo'llarga sarf qiladi. Ilim egisi bo'lib qolsa, qo'ldan kelishicha xizmat qiladi. Va boshqa buning amaliy tarixda nihoyatda ko'p. Ammo masala aksichi bo'lib. Bu odam bunda bir chiqib qolgan, xatolikqa shundoqlam chiqib qolgan, bunda odam emas, tarafdan xatolashgan, ko'p taraflimi xatolik.
xatolashqa yo'lga texim cho'nqurlab kirib ketib qolgan ma shakllik odam bo'lsa, buningga asla tövbe qana qilinmaydi, birilmaydi. Buning atrofda nurg'un misollari bor. Masalan, atrofimizga qarasak, o qadar masalan, o bizning millatlar emas, nur atrofdagi kengroq qaragan vaqtimizda ba'zi tashkilotlar va masalan, ba'zi partiyalar va ba'zi guruhlar va ba'zi davlatlar va partiyasining qurilishi, tashkilotlarining qurilishi, davlatlarining qurilishi yoki shaxslik shaxsning butun hayoti islomga qarshi bir shaklda qurilgan. Hattoki inodiga zodi hab degandek olgan har qadamlarida islomga qarshilik qilish. Tirib, tepib, izlab, so'rab akilib bütün xatoliklarni retlab tizib o'tirib qiladi. Uning har olgan qadami yaxshilik shakllansin, hatto ko'rinishda, yaxshilik da'vo qilinsin, hatto nishonlarida boshqalarga anglitishda. Ammo qurilmalaridan tortib hammasi yomonlik ustiga qurilgan bo'ladi. Yomonlik ustiga. Xuddi bir misol olsam, dinga qarshi shaklda o'zining maydonini ifodalash uchun manda bir gapni deydigan odamga o'xshaydi. Men Ramazan gündüzlerinde aroq bilan ig'zimni ochaman. Ya'ni demakchi o'g'ini Ramazan kunduzi tomoq yeyman, yegan ichganlarimni aroq qiladi. Bu aroqni o'g'irlagan cho'shqining puli setib, shu pulga sotib olgan aroq. Yani bu adamning shunda bir mesele biraz murakkablashib ketmasin, ifodalamoqchi o'g'inim shu. Ağan her kademlerde İslam'a karşılık kılmakçı olan bir adamın ifadesini bir misal üstünde ben sizlerge kuraştırıp devam ettim. Yani bu adam Ramazan'ın gündüzde ben Müslümanlığa inat üstünde, Ramazan'a karşılık üstünde özününki roz tutmaydı Allah'ın ifadeligini bir hatalık da düşünsek, bunun aşı rozusunu tutmaydı Allah'ın ifadelerini kullanılan vasıtası haram. O bir haram, ikinci haram. Bu harakın setuvağına çoşkunun pulusu, o bir haram. Ama bu çoşka uğurlanğan çoşka. Mesela bir murakkep misal keltirdim ya, yani bu adamın ağan her kademi hatalık üstüge kurulgan. Hayatı hatalık üstüge kurulgan. İbbağan her işi hatalık üstüge kurulgan. Bu adam anda hatalıkka özü bilip bilmeyip kalgan demez. Kasten, aynadığa mesela, zoruğa, yani rahat bir şekilde kıgan cinayetlerden huzurlanıdığan bir şekilde çıkan buladı. Yani bu kanda adam buladı dese, tövbe birilmeydik adam dese, bütünlüğü bu yoldan çıkıp adam buladı. Allah'ın yoldan çıkıp ketken oldu. Bu İslam ne? Üzünün Müslüman toğulup kağa yer var. Ya ki Müslüman toğulması mı? Bu yolga yakından Irak'tan alakası yok. Müslüman to'g'ilib qolgan bo'lsa, bu yo'ldan butlay qanaqib ketgan, chiqib ketgan ma shaklda bo'ladi. Ammo bular eng oxirisida o'lim oldiga kelib, dunyoda qilgan atganlarininki o'ziga hech manfaat qilmaydiganligini, buning cho'qim savol surug'ini bo'ladiganligini kallas tunib yetgan vaqtda bularda to'shqanchi axloq o'rtaga chiqadi. Shu vaqtda men tavba qildim deydi. Ammo maalesef bu vaqtda tövbesi qabul qilinmaydigan bir chigirga bular qanaq bo'lgan gap bo'lgan bo'ladi. Chunki biz dedik ya tövbening hikmetini. Tövbening hikmeti bir o'tkizgan xatolikning yuyilib o odamning bir himoya qilinishi emas, jamiyatning himoya qilinishi bo'ladi. Jamiyatga bo'lgan ta'sir bo'ladi. Bu odam hozir tövbe qilsa, qilmasa hech ta'siri yo'q. Tövbe qilmay ketaversin. Çünkü bunun cemiyet geciktirdiğin her yamanlık yok. Çünkü bu qaysi noktaya gap bo'ldi, ölüm noktasına gap bo'ldi. Hem de tövbe qilsin, qilmasin o'xshash. Şuna bu adamın qabul qilmaydi. Bu birisi. İkincisi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın ki dairesine kirmeyen insanlar. Mana bu şu ayette deyilgan, şu ikinci qatımlıq keltirilgan. Yani tövbe kimge yok dese, ölgenge kadar kuffar halatda o'lganda ifodada qo'llandik ya oyatda. Valallazina yamutuna va hum kuffar. Mush oyatning o'zi la ilaha illalloh Muhammadun Rasulullohning ki hurmati. Allah darajasini o qadar ko'taryaptiki, kalima shahodatning ki bir kalima shahodatni aytmaslikni
butunlay tövbeninki ishkini qana qiladi etidi. Bir odam la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desa, o'tkazgan xatoliqiga chin samimiy tövbe qilsa, bu odamga har doim bu odamning gunohi tog'dek bo'lib ketsin. Tövbening ishki uchun. Ammo og'izdan la ilaha illalloh chiqmagan odam har qancha qilib ketsin, bu odamga tövbening ishki taqoq. Ulaika a'tatna lahum azaban alima. Ana ashular. Yuqorida tövbe etmaydigan ikki turlik insonlar bor. Birisi o'zi musulmon tug'ilgan masalan, ammo bu yo'ldan chetnab ketgan, butun xaroratlarning hammasini qana qilgan va tövbe etmaydigan kishilar bo'lsa, yana birisi kafir pati tug'ilib va oxirigacha kafir pati o'lgan bu kishilar bo'ladi. Ana ashularga biz dardlik azobni qana qildik, hozirladik degan mazmun bilan Alloh subhanahu va taolo ikki oyatdagi tövbe masalasini bu shaklda oxirlashtirdi. Vaqt munosabati bilan darsimiz mushada oxirlashdi qarindoshlar. Allah nasib qilsa, kela soatlik darsda kurashili, kela soatlik darsda kurashganga qadar hammani Allohga omonat qildim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.